Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Kecha eshitib qoldim, bitta sayt chiqqani haqida ko'p odamlar ishlayapti deyapti. И o'sha saytda firibgarligi haqida bugun tushuntirib beraman. Avstraliya qayerdagi u joyda Avstraliyani kompaniyasi deb o'zlaricha tanishtirishgan. HSM kompaniyasi deb. Xo'p, xullas sayt linki mana shu ekan. Mana shu saytda kirib tekshirib, nima sababdan ishlaydi, nima sababdan pul to'laydi, hammasini hozir ko'rib chiqamiz. Tak, login sahifasi yaxshi ishlamayapti. Odatda Cloudflare bilan ishlaydigan veb-saytlar ko'pincha tekshiruvga ko'p ahamiyat berishadi, ya'ni rasmiy IPlarni cheklash uchun. Tak, mayli, ko'rib chiqamiz. Reshotka va pages. Qandaydir уже login sahifasidan ham bilinib turibdi. Agar haqiqiy katta kompaniya bo'ladigan bo'lsa, hech qanaqa bunaqa social media narsalardan foydalanmaydi va orqa fonni ko'radigan bo'lsangiz, orqa fonda mana bu yerlarni ko'rsangiz, umuman sifatsiz orqa fon ishlatilgan. Ya'ni qisqa qilib aytganda, kam xarajatli veb-sayt. O'sha mana bu narsani qarang, fon number joyi ko'rinmayapti ham. Tak, mayli, bu yerga любой bitta nomer yozamiz va ro'yxatdan o'tamiz. Passwordni ham любой bittasini yaratamiz. Yo'q, ro'yxatdan o'tishimiz kerak ekan. Tak, любой nomer yozdik, parol qo'ydik. Hop, parol saqlandi deyapti. Hop, mayli. Xullas, mana shu parolni qo'ydik. Bu akkauntga kirasizmi, kirmaysizmi, umuman farqi yo'q. Chunki bu yerda hech qanaqa investitsiya balobatlarlar qilmaymiz. Chunki biz bilamiz, bular hammasi firibgar. Tak. Invitatsiya. Oh my god. Oltmish olti, 38. Parol formati xato. Bunga nimalar kerak? Xullas, bu saytlarni qanaqa ishlashini tushuntirib beraman. Tak. Bunaqa saytlar 2024-yilda S-Star degan veb-sayt orqasidan boshlangan. Bitta sayt chiqqanda har 3 kunda bitta odam tekinga $10 yechib olishi mumkin bo'lgan. Bu juda ham nerealniy edi. Odamlar bunga hammasi qiziqqan, juda ko'p odamlar ishlagan, pullari yechib olgan, haqiqatan pul tashalgan, umuman tekinga. Lekin pul solish ham mumkin edi, ya'ni oylik VIP tarif. Masalan, siz $450 mi, $100 mi soladigan bo'lsangiz, $100 sizga har kuniga $3 berib turgan. Tushunyapsizmi? $100 pulingizni 90 kunga yetadi. O'zingizga xuddi siz o'rtog'ingizga pul berib qo'ygansiz, sizni qo'lingizda tursa, u pul ishlatib qo'yasiz. Siz o'rtog'ingizga $100 pul berib qo'ygansiz, u sizga har kuni 30 mingdan berib turibdi. U sizga pulni 90 kungacha bo'lib berib turishi mumkin. Tushunyapsizmi? Xuddi shu narsani bu veb-sayt qiladi. Siz u har kuni olib turgan narsangizni veb-sayt ishonchli deb o'ylaysizda, keyin nima qilasiz? Mana shu saytga o'rtoqlaringizni qo'shishga harakat qilasiz. Foyda qilishsin ular ham deb. Ayniqsa eng minusda turganlarni aytasizda.
mana shular qiynalib yuribdi, mana shular foyda qilsin deb aytasiz. Lekin u veb-sayt sizni yedirib turganini bilmayab turgan bo'lasiz. Qarang, bitta nima bo'lishi mumkin, kalkulyator bilan chiqarib qo'ysa bo'ladigan narsa. Tak, $100 beryapsiz. $100 beryapsiz. Sizga har kuni $3 dan beryapti. Bo'lamiz $3 dan mana. Har kuni $3 dan bersa 33 kunga yetar ekan. Mayli, 33 kun deylik. Men bitta nimadan eshitdim, $450 solishingiz kerak dedi mana shu HSM kompaniya nimasiga kuniga qancha dedi, $12 mi berar ekan. Hop, 450 ni 12 ga bo'laylik. Mana 1 oy. 1 oyga yetar ekan. Ya'ni 1 oy davomida sizga o'zingiz pulingizni maydalab bersa, 37 kun berar ekan. Keyin 37 kun bergandan keyin sizni pulingiz tugadi. O'zingizni pulingizni o'zingizga maydalab bera olmaydi. Keyin nima qiladi degan narsaga, siz mana shu 37 kunni ichida kimnidir qo'shib olasiz, tushunyapsizmi? O'zingiz xohlamasdan yoki o'zingiz xohlab kimnidir qo'shasiz. Bekorga invite code demayapti-da, bu yerda ko'ryapsizmi? Mana bu yerda veb-saytga kiradigan bo'lsak mana. Mana bu yerda please enter the invitation code deyapti. Ya'ni sizni qo'shgan odamni kodini kiriting mana shu yerga deyapti. Sizni kim qo'shyapti bu veb-saytga deyapti. Bu piramidada xuddi shunaqa kimdir qo'shish kerak. Ya'ni piramidani shakli mana bu yerda chizaylik. Mana qarang. Piramidada siz mana bu yerda borsiz. Siz pul ishlayap turganingizni, realniy har kuni pul tushab turganini ko'rasiz. Keyin mana bu yerda qiynalib turgan o'rtoqlaringizni qo'shib qo'yasiz. Mana bu o'rtog'ingizni qo'shasiz, bunisini qo'shasiz siz 2 kishini qo'shib qo'ydingiz. Mana shu sizdan yoki mana shu o'rtoqlaringizdan bittasi, qaysidir bittasi pul kiritadi. Ishonavering, aniq pul kiritadi. Hozir $1 dan daromad qilyapman, $12 dan daromad qilyapman deb pul kiritadi. Chunki bu veb-saytlarni juda ko'pi hozir faqat pul so'raydigan bo'lib ketgan. Ya'ni pul solmasangiz ishlamaydi. Boshida tekin ishlaydi, lekin pulni yechish uchun depozit qilishing kerak deb aytadi. Xullas, siz depozit qilasiz, bu yerda birovi budjeti to'planib boradi. Ya'ni masalan $450 dan ko'paytirasiz 100 ga $45,000 pul to'planyapti. 1000 ta odam kirsa 450 ming, 10 mingta odam kirsa $4,5 million. Tushunyapsizmi? Bu $4,5 million. Bularni odamlarni soniga qarab ishlashadi. Masalan, $450 sizdan oldi, har kuni o'zingizga yedirib turibdi. Ketyapti, lekin hech kim kirmayapti. Tushunyapsizmi? Hech kim kirmasa, bularni o'zini budjeti bor. Masalan, $4 million pul tikishgan veb-saytga. $4 million veb-saytga pulni tikishganda, mana shu pul yo ko'payib ketishi kerak, yo tugashi kerak. Mayli, biz shunga rozimiz deb tikishadi-da. Mana shunaqa tizim yaratishadi. Yaratgandan keyin $4,5 million tugaguncha albatta odamlar qo'shishiga ishonishadi. Instagram u yerda bu yerda reklama qilishadi sizdan foydalanishadi. Ya'ni siz ularga tekin reklamachisiz, tekin odam qo'shib berasiz. O'rtoqlaringizga yaxshi bo'lsin deb turib yomon qilib qo'yganingizni bilmaysiz. Bu loyihada mayli foyda qilyapsiz, foydaga kiryapsiz, lekin bundan oxirini bilib qo'ying. Mana bu mana bu yerda kimdir bor, to'g'rimi? Mana bu yerda 3 ta yana kimdir bor. Mana bu 3 ta ham bularni qilib qo'shib qo'yganda, tushunyapsizmi? Mana shunday tarzda ketaveradi bu. Qo'shib ketaveradi. Bu nima desam bo'ladi? Buni oxiri bor. Ya'ni masalan, siz telefonni zo'r tushunasiz. Kattalar masalan 70 ga kirganlar telefonni tushunmaydi yoki mana shunaqa narsalarga ishonmaydi. Foydani realniy siz ko'rsatib tushuntirib bersangiz ham baribir ularga farqi yo'q. Ular baribir o'zini fikrida qoladi va men o'sha odamlarga 100% qo'shilaman. Aynan mana shu piramida tizimi bo'yicha. Nimaga? Birinchi odam foydani oladi. Nimaga? Chunki u birinchi kirgan, birinchi reklamani qilgan. Mana shu odamlar depozit qiladi, pul soladi. Mana shu pul solgan puldan ham bunga berib turadi, tushunyapsizmi? Sizni pullaringiz kundan kunga odamlar ko'paygani soniga eng tepadagiga qarab ketaveradi. Eng tepadagi daromad qilaveradi. Odam qo'shgani uchun ham har kunligi o'sha $12 ni ham daromadini olib ketaveradi. Bu degani siz ketyap turganingiz bilan siz kimnidir jinoyatiga sababchi bo'lib qolyapsiz. Oxirgi odam ga sizni aloqangiz bo'ladi. Chunki tasavvur qiling, mana bu yerda men bor. Men bitta o'rtog'im qiynalyapti deb qo'shdim. Bitta o'rtog'im qo'shdim xolos, mayli. U
oila a'zolaridan qo'shib tashlaydi 3 kishini, tushunyapsizmi? 3 kishini qo'shib tashlaydi. Keyin o'sha 3 kishi ham foyda qilyapti-da, deydi, zo'r ketyapti deydi-da, kuniga $12 dan tushib tursa zo'r bo'ladi deydi. Ish yetishmovchiligi unaqa-bunaqa bo'lib, mana shu narsalarga qiziqish ortib, ular qo'shib-qo'shib ketaveradi. Ya'ni bitta meni orqamdan aaa, 1 yilda ichida 2000 ta, 3000 ta odam qo'shilib ketishi hech narsa emas. 2000 ta, 3000 ta odamni pulidan eng tepadan menga pul to'lab turish muammo emas. Chunki ularda budjet bor. Bu odam bor, bu odam bor. Men 1000 ta odam qo'shib qo'ygan bo'lsam, hozir tasavvur qiling, mana $450 dan 1000 ta odamni puli qancha bo'ladi? Mana $450 ming pul bo'lar ekan. $450 ming pulni orasidan men ancha daromad qilib qo'yaman. Keyin to'xta deyman, odam qo'shsam ko'proq foyda qilaman ekan deymanda, odamlarni qo'shaman, shunaqa qilib marketingga kirib ketaman. Lekin o'zim marketing deb o'ylaganim bilan bu piramidani 100% ashaddiysii bo'ladi. Endi keling, mana shu veb-saytni statistika bo'yicha, ya'ni odamlar qanday qarayapti, internet qanaqa qarayapti, shuni ko'rib chiqamiz. Tak, mana bu veb-sayt, mana bu veb-sayt. Любой bitta veb-sayt mana shunaqa pul sol degan veb-saytlarni tekshirish uchun sizlarga maslahat beraman. ChatGPTdan foydalansanglar bo'ladi. Play Marketda mana bilmaganlar uchun xuddi mana shunaqa yoziladi. Ko'rib turgan bo'lsangiz, mana shunaqa yozib tortib olsangiz bo'ladi. O'zbekcha gaplashsangiz gaplashaveradi, inglizcha ham farqi yo'q. Xullas, veb-saytni linkini qo'yamiz. Bu yerdan shu sayt bo'yicha ishonch va firibgarlik tekshiruvini o'tkazish kerak deymizda, bitta yozamiz. Bu sizga nima qiladi? Aslida bu veb-saytni linkini turli xil veb-saytlardan tekshirsa bo'ladi. Trustpilotdan tekshirsa bo'ladi. Odamlar fikr yozishadi. Lekin sizlarga eng oson bo'lsin deb mana Trustworthiness deyapti. Xullas, mana shu yerda tekshiryapmiz deyapti. Bu sizga nima desam bo'ladi? Siz u saytlarga kirib, inglizchasini o'qib, o'zbekchaga tarjima qilgandan ko'ra, ChatGPTdan shunaqa o'zbekcha yozib, mana shu firibgarmi yo'qmi deb so'rasangiz, ancha osonroq. Mana bu yerda aytib qo'yyapti. Tez xulosa: bir necha onlayn sayt ishonchliligi tekshiruv saytlarida mana shu sayt uchun past ishonch yoki shubhali baholar qayd etilgan deyapti. Ya'ni bu firibgarlik haqida ehtimol yuqori deyapti. Mana jamoatchilikning sharhlari va real foydalanuvchi reytinglari deyarli topilmadi. Ya'ni jamoatchilik sharhlari bu hech qanaqa kompaniya ro'yxatida emas. Bu veb-sayt hech qanaqa kompaniyaga tegishli emas. Agar kompaniyaga tegishli bo'lganda, allaqachon review 100% zo'r bo'lardi. Mana qanday tekshiruv o'tkazildi deyapti. Tekshiruvda nimalar bo'ldi deyapti. Onlayn skam, ya'ni onlayn firibgarlik saytlari orasida haqida avtomatlashtirilgan tahlillar past ishonch ko'rsatilgan. Ya'ni bu ogohlantiruvchi signaldir, lekin 100% ishonchli dalil emas deyapti. Lekin xavfi bor. Hozircha rostdan ishonchligi tuyuladi. Ya'ni sizga pul to'layaptimi? Bo'ldi, ishonasiz unga. U zo'r, undan zo'ri yo'q. Lekin oxiri bor bu narsani. Shundoq yo'q bo'lib ketadi. Qachon bo'lishi ma'lum emas. Tepadagilarni ko'zi to'ysa, tepadagilarni puli tepadagilarni ko'ziga yetarli ko'rinsa, pul to'plangan pul zo'r ko'rinsa, to'xtatishadi, veb-sayt ishdan chiqadi. Qisqasi mana bu yerda aytib o'tyapti. Umumiy internet qidiruvi deyapti. Sayt nomi bo'yicha ijobiy mustahkam sharhlar yoki ishonchli kompaniya ro'yxatlari topilmadi. Ya'ni bu veb-saytda odamlarga aytyapti-da, HSM Avstraliyani kompaniyasi deyapti. Kompaniya deyapti-da. Sizga nima deyapti? Ishontiryapti-da. Bozorda ham bo'ladi-yu, Xitoyda narsasini olib keladi-da, chetniki oke, chetniki, Turkiyaniki oke, Turkiyaniki. Qayerda mahsuloti zo'r bo'lsa, masalan, kiyim olib kelsa, kiyim bo'yicha qayer zo'r? Kiyim bo'yicha Italiya zo'r bo'lsa, Italiyaniki oke, unaqa oke deb juda zo'r bilishadi-yu reklamani. Xuddi shunaqa reklama bo'lyapti bu yerda. Endi ikkinchisi server, hosting, manzil aniqlash izlari, ya'ni ba'zi tekshiruvlar Cloudflare. Ko'rganingizda, kirganingizda, birinchi kirganimizda kapcha aylanuvdi, o'sha Cloudflare'niki bo'ladi. Yoki boshqa global hosting masqalama texnologiyalari ostida joylashgan manzillar bilan bog'langanini ko'rsatadi deyapti. Ya'ni ancha pastda texnologiyalar ostida, u yashirinchadek. Bu o'z-o'zidan yomon emas, lekin anonimlikni oshiradi. Mana shu yerda tushunib tursangiz bo'ladi. Cloudflare xavfsizlik bo'yicha ishlaydi.
Tushunyapsizmi? Rasmiy IP'lardan hech qanaqa tekshiruvlarga yo'l qo'ymaydi. Aytib o'tganimdek, anonimlikni oshiradi degani bu, tasavvur qiling, men sizga hozir ko'ringanim yo'q, to'g'rimi? Meni yuzim sizga ko'ringani yo'q. Aynan mana shu anonimlik. Ko'rinmasdan turib kontent qilish, yuzni ko'rsatmasdan turib kontent qilish anonimlik. Bu men firibgarligimni bildirmaydi, lekin qisqasi shunaqada. Anonimlarni yaxshisi ham bor, yomoni ham bor. Siz hozir darhol qilishingiz kerak bo'lgan amallarni bu o'sha tushuntirib qo'yyapti. Tekshiruvda, Whoisrow domen ro'yxatini tekshirib ko'ring deyapti. Endi bu to'liq tekshirmagan. Bu faqat shu narsalarni tekshirgan. SSL sertifikati bor, HTTP'si bor, foydalanuvchi sharhlari, ya'ni aynan men mana shu videoni qo'yganimdan keyin YouTube, Reddit, Trustpilot'ga mana shu sharhlarni yozilishi, mana shu haqida tekshirib ko'ring, ya'ni mana shu veb-sayt haqida qidirib ko'ring deyapti. Scam detektorda past ishonch bali bilan tahlil etilgan deyapti. Keling mana shu yerda ko'ramiz. Bu sayt uchun ishonch bali ko'pincha 100 dan olinadi. 100 talikdan necha deb yozib qo'yamiz. Qarang. 100 dan nech ball ishonch berilgan? 12.6. Pashteti yo'q. 12% degani 90% sayt firibgar degani. Bu degani juda past ishonchlilik darajasi deb mana o'zi ko'rsatib qo'yyapti. Qisqasi, mana shunaqa veb-saytlarga ishonmang. Kimda-kim o'rtoqlaringiz bo'ladi, mana shu narsaga qiziqib turgan bo'lsa, o'shalarga aytib tushuntirib qo'yganingiz yaxshi. Bu narsa yaxshilikka olib bormaydi, oxiri yaxshi emas. Keyin u siz foyda qilganingiz bilan siz bu yerda foyda qilyapsiz-da, u siz boradigan joy ham bor. O'sha yerda ancha ziyonga ishlab qo'ygan bo'lishingiz ham mumkin. O'shaning uchun tinchgina O'zbekistonni ishida ishlang demayman-u, mayli. Nima ish qilsangiz ham mana shu firibgarlik qilmang bo'ldi. O'zi mayli. Uni gapirish shart emas. Qisqasi mana shunaqa veb-saytlar bo'lsa, mana shunaqa veb-saytlar haqida ko'rib chiqish kerak bo'lsa, videoni tavsifida ssilka qo'yib qo'yaman. Ya'ni o'zimni Telegram lichkam qo'yib qo'yaman. Bemalol mana shunga o'xshash investitsiya so'raydigan, ya'ni siz pul kiriting, kuniga munchadan ishlaysiz degan saytlarga umuman ishonmang. Tushunyapsizmi? Ayniqsa bu saytda ishlash prinsipi juda boshqachada. Qarang. TikTok yoki Instagram yoki YouTube'dan videoga like bosishingiz kerak. Bu nimasi bu? Qaysi ahmoq sizga telefonda video ko'rib o'tirganingiz uchun pul beradi? Qaysi ahmoq? Tushunyapsizmi? Bu shunchaki bu nima desam bo'ladi? O'zini yashirish deydi, tushunyapsizmi? Masalan, mahallada faqat men nima sotaman? Telefon ustaman, lekin hech kim mendan telefon olmay qo'ydi. Tasavvur qiling, men telefon sotuvchiman. Hech kim mendan telefon olmay qo'ydi. Mening telefonlarim yaxshi chiqmay qo'ygan. Lekin qo'shnini bolasiga mana shu telefonni olib borib, mana akangga sotib kelsang, mana shuncha pul beraman senga deganday narsada, tushunyapsizmi? Bitta men qilishimni biladi. Asl maqsad boshqaligini biladi, lekin bitta hammasi shunaqa. Xullas bunaqa saytlarga ishonmang. Oson pul topish degan narsaga hamma qiziqyapti, lekin bu bo'lmagan narsa. Ishonavering, oson pul topish, siz realniy nimanidir olib sotishni bajarmayib turgan bo'lsangiz yoki qanaqadir blog yuritmayotgan bo'lsangiz, oson pul topish degan narsa trading deydimi uni, a, mana shunaqa investitsiya qilish deydimi, u juda qiyin narsa. Investitsiyani bitta yo'li bor, kriptovalyuta, lekin unda ham kerak bo'lsa 10 yillab kutishga to'g'ri keladi. Masalan, Bitcoin'ni hisoblang, mana Bitcoin 2010-yildagi narxi va 2025-yildagi narxi qancha deb yozsangiz, mana 15 yil vaqt olyapti bu ham, tushunyapsizmi? Oson, juda oson. Bitcoin 2010-yilda prosta mana 30 sent bo'lgan ekan. Bitta donasi 30 sent. 30 sentga 100 ta olib qo'ysangiz qancha bo'ladi? $30 bo'lar ekan. $30.
Mingta olsangiz $300 bo'larkan. Agar 2010-yilda $300 olgan bo'lganingizda mingta dona bu qancha bo'lardi? 1100 aaa, $1111 ko'rsatyapti. $1111 ming. Buni ko'paytiramiz mingtaga. Mana uni qarang mana. 111 million. $111 million. Hazillashadigan pul emas. Tushunyapsizmi? Bu to'g'ri, mana shu investitsiya degan narsa bor narsa, lekin hech qachon sizga hech qachon sizga $450 bering, biz sizga kuniga munchadan beramiz degan narsa haqqoniy bo'lmaydi. Doim firibgar bo'ladi. Qachonki masalan birorta valyuta olib qo'ysangiz yoki mana shu valyutani olib qo'yib, siz kutishga sabringiz yetsa, o'shandagina foyda qilishingiz mumkin. Lekin umuman bu qisqa vaqt ichida bo'lishi juda qiyin narsa. Bu risk degani, tushunyapsizmi? 100 tadan bittasi bo'lib qolishi mumkin. 100 tadan bittasi shunaqa bo'lishi mumkin. Tamom. Qisqasi bu sohaga yaqinlashmasanglar yaxshi. Eng asosiysi bilmasdan turib yaqinlashish yaxshi emas. Agar ko'proq bilmoqchi bo'lsanglar, Telegram kanal ochmasam bo'lmas ekan. Bitta bor edi oldin, odam bo'lmagan. Lekin odam bo'lmasa ham, hech bo'lmasa 4 ta 5 ta odam bo'lsa ham tushuntirib, mana shunaqa yomon yo'ldan qaytarib, yaxshi yo'lda tushuntirib turgan yaxshi deb o'ylab qoldim va yana yaratishga qaror qildim. Hozir videoni o'chirgandan keyin mana shunaqa bitta kanal yarataman. Descriptionda ssilkasini qo'yib qo'yaman. Hech bo'lmasa obuna bo'lib qo'ying. Nimadandir xabardor bo'lib turish uchun. Kimnidir o'rtog'ingizmi, boshqasimi firibgarlikka qo'shilib yoki katta minusga kirib ketgandan keyin aqlingiz yiqqandan undan qaytarib qolganingiz yaxshi. Nima bo'lganda ham. Qarindoshingiz bo'ladimi, o'rtog'ingiz bo'ladimi, kim bo'lsa ham yaxshilik qilib qo'ysangiz, u bilmasa ham biladiganlar bor. Qisqasi prosmotr, tomoshangiz uchun rahmat. E'tiboringiz markazida Anonim Muhammad Qadir Abdusalomov Kadir Trading kanalidan obuna bo'lishni unutmang. Tez orada 1000 ta bo'lamiz degan umiddaman va monetizatsiyaga ulaymiz. Xudo xohlasa mana shu blogerlikdan normalniy pul ishlash haqida o'rgatamiz. Keyingi videoda nima haqida o'rganishni xohlasangiz, aynan o'sha haqida kommentariyada yozib keting. Kommentariyalarni kutib qolamiz. Har qanday kommentariyani va albatta yaxshi kunlarda uchrashguncha xayr.